Allo, assalomu alaykum. Va alaykum salom. Dilraboxon opajonimiz bilan bog'landikmi? Ha, men. Opajonim, yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? Xayrli kechalar bo'lsin. Sizni bemavrid bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q. Rahmat kattakon. Aziz opajonim, bugungi chiroyli sana qarshilab olgan yana bir bahoriy yoshingiz, shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin. Shunda. Bugun Allohimga suyukli banda, payg'ambarimga chin ummat bo'lgan Nurafshon fayzli kun egasi ekansiz. Shu boisdan biz sizga tabriklar loyihasi, kutilmagan jonli qo'ng'iroq ijodkorlari g'oyibona mehmoningiz bo'lib turibmiz. Mana shu loyiha boshlovchisi bilan suhbatdosh bo'lib turibsiz. Ha, eshitaman. Rahmat kattakon. Shu o'rinda birozgina qimmatbaho va daqiqalaringizni olaman. Sizni juda ham yaxshi ko'rguvchi yaqinlaringiz nomidan chiroyli tabriknomalar yo'llab beraman, maylimi? Ha, xo'p, mayli. Rahmat. Nima deb o'ylaysiz? Mana shunday shukronalik, shodiyonalik ayyomingizda qay bir yaqiningiz sizni xursand qilmoqlikni niyat qildi. Bu mehribon insoningiz kim bo'lishligi mumkin? Taxminlaringiz bormi, opajonim? Hammasi mehribon. Akalarim, ukalarim, yangalarim, qizlarim. Hammasi bizdek mehribonda qanday yashab o'sam ekan. Judayam to'g'ri taxminlar qildingiz, aziz opajonim. Bugun bizni loyihamizga murojaat qilib, sizni xursand qilib, ko'ngil uyingizni obod qilishni niyat qilgan bu insonlar barcha farzandlaringiz nomidan Xurshidxon qizingiz, qolaversa Maftunaxon, Ozodaxon, Allayorbeklar ham bu tabriknomalarga hamrohlik qilmoqdalar. Asosiy tabriklovchi Xurshidxon qizingiz bo'ladilar. Ha, rahmat. Rahmat sizga ham. Mana bu go'zal tilaklar va tabriklarni Xurshidxon nomlaridan qabul qilib olasiz. Marhamat. Assalomu alaykum jannat iforli aziz onajonim. Bugun siz dunyoga kelgan kunlaringiz bilan chin dilimdan butun oila a'zolarimiz nomidan muborakbod etaman. Ilohim to'lgan yoshingiz xayrli, barokatli yosh bo'lsin. Bunday yoshlarni 5-6 barobarini ko'rib, yuzlar bilan yuzlashib yuring. Bu kun men uchun eng qadrli, eng mo'tabar kun, chunki sizsiz hayotim bo'lmasdi. Siz menga nafaqat hayot berdingiz, balki har bir nafasimga duo, mehr, sabr va orom ato etdingiz. Sizni mehringiz quyoshdan ham iliqdir, duolaringiz jannatdan ham go'zal, yuragingiz esa dunyodagi eng pok joydir. Onajonim, Alloh sizni har qanday dard-u tashvishlardan asrasin. Tani jonlaringizga sog'lik, qalbingizga orom ato etsin. Tez orada to'liq sog'ayib, yana biz bilan kulib, quvnoq holingizda yurishingizni Allohdan so'rayman. Sizni har bir og'riq va iztirobingiz menga og'ir botadi, ammo bilamanki, Rahmon, Alloh sabr qilguvchilarni albatta shifo bilan siylaydi. Yaratgan sizni o'z panohida asrasin, hayotingizni nur bilan to'ldirsin. Sizga jannat darvozalarini ochib, eng oliy maqomlardan joy bersin. Tez orada siz bilan birga haj va umra ziyoratlariga borish, Ka'ba atrofida duo qilish nasib etsin onajon. Sizni birgina duoyim senga bolam degan so'zingiz hayotimdagi eng katta baxtdir. Siz bo'lsangiz dunyo chiroyli, siz bo'lmasangiz hamma narsa xiradir. Shuning uchun sizni Alloh taolo doim sog'-omon, baxtli, duogo'y holingizda saqlasin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, mehribonim, jannat iforli onajonim. Siz men uchun har doim jannat eshigini ochuvchi Allohning eng go'zal ne'matlaridan birisiz. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Duolaringizdan yaratgan Allohim bizni ayirmasin. Onajonim, ba'zida bilib, ba'zida bilmay qalbingizni og'ritib qo'ygan paytlarim uchun ming borali uzr so'rayman. Uzrlarimni ham qabul qiling. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Ilohim bizni barcha yaqinlarimizni baxtiga doim sog' salomat bo'ling. Dunyo turguncha turing onajon. Kezdim sarson bu keng dunyoni.
Topolmadim nuru ziyoni, mehr cheksiz yo'qdir payoni. O'z onamdek bo'lolmas hech kim, davon oshib yurtlar kezsam ham, ko'zda yoshim sog'inch sezsam ham, yig'lab kutar kipriklarinam. O'z onamdek kutolmas hech kim, boshim toshdan kengdir peshonam. Onam borki, chaylam koshonam, baxtim ko'rib ko'zi giryonam. O'z onamdek bo'lolmas hech kim deya mana shu go'zal tilaklar va niyatlarni siz uchun yo'llagan edilar Xurshidxon qizingiz. Rahmat. Farzandlarimning qo'shganini qo'sha qarisin, sonlari ko'p bo'lsin. Hamma sog' salomat bo'lsin baxtimga. Hamma yaqinlarim, jigarlarim, akalarim, opalarim, ukalarim. Hammasi sog' salomat bo'lsin. Shularga rahmat, katta rahmat qildim. Sizga ham rahmat onajon, qimmatbaho daqiqalaringizni ayamaganingiz uchun. Sizni biroz bo'lsa ham xursand qila oldik degan umidimiz bor. Ayyomlarni chiroyli o'tkazib olishingizga tilakdoshmiz. Salomat bo'ling. Xo'p, mayli, rahmat. Sizlarga ham katta rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Go'zal musiqiy taronamiz esa loyihamizdan sovg'a sifatida marhamat. Olisdagi yagonam, mushti parimjon onam. Omonmisiz, sog'misiz? Siz baxtimga bormisiz? Siz baxtimga bormisiz? O'zingizga yetmasdek, mening dardim ham ustak. Yana yurak qilib qon, chidaysizmi onajon? Chidaysizmi onajon? Bugun oy chiqdi horg'in, onajonim sog'indim. Oy mama aytgin rostdan, uni ko'rasan doim. Omonmi chiroyligim? Hey, bugun oy chiqdi horg'in, onajonim sog'indim. Oy mama aytgin rostdan, uni ko'rasan doim. Omonmi chiroyligim? Hey, bugun yolg'izlikdan quvonman, tushunmasa bir olam. Siz baxtimga bormisiz jon, onajonim sog'misiz? Yiroqdadan xoginam, musofirim jon onam. Qanday chiday sog'insam, siz baxtimga bormisiz jon, onajonim sog'misiz? Bugun